Ozuqa moddalar yetishmovchiligini ko'pincha tashqi belgilar orqali aniqlash mumkin. Azot harakatchan element bo'lib, uning yetishmovchiligi avvalo eski barglarda namoyon bo'ladi. Fosfor yetishmasa, o'simlikning o'sishi sekinlashadi va barglarda binafsha tuz paydo bo'lishi mumkin. Kaliy o'simlikda suv almashuvini boshqaradi. Uning yetishmovchiligi eski barglarning chetlari va uchlarini kuydirgandek quritadi. Kalsiy yangi to'qimalarni mustahkamlaydi. U yetishmasa, yosh barglar deformatsiyalanadi. Magniy xlorofil tarkibiga kiradi. Shu sababli uning yetishmovchiligi barg tomirlari orasida xlorozni keltirib chiqadi. Oltin gugurt oqsillar hosil bo'lishida qatnashadi va uning yetishmovchiligi yosh barglarning sarg'ayishiga olib keladi. Mikroelementlarga kelsak, temir yetishmovchiligi yosh barglarda xloroz sifatida ko'rinadi. Barglar sarg'ayib, deyarli oq tusga kiradi. Sink yetishmovchiligi sariq yoki oqish chiziqlar paydo bo'lishiga sabab bo'ladi. Marganets yetishmovchiligi barg tomirlari orasida sarg'ayish va oqarib qolgan dog'lar bilan namoyon bo'ladi. Bor yangi to'qimalar hosil bo'lishida ishtirok etadi. Uning yetishmovchiligi barglarning deformatsiyasiga olib keladi. Mis yetishmovchiligi barg uchlarining qurishi va yosh barglarning buralishi bilan ko'rinadi va molibden yetishmovchiligi esa umumiy sarg'ayishni keltirib chiqadi.